Xayrli kech o'rtoqlar, ish kunimiz tugadi. Juda ham charchadik. Bitta narsa haqida sizga gapirib o'tmoqchiman, chunki menga omonat bu narsa. Bugun bitta patsientim kelib, iltimos qilib ketdilar, shuni majburlang patsientlaringizni eting hammaga deb, chunki nastoka men maza qildim, bu narsadan shifo topdim. O'shani majburlang, siz ko'p gapirsangiz sizga ishonishadi va albatta bundan foydalanishadi. Demak, yana o'sha kollagen. Bu sehrli kollagen haqida mana patsientimizni o'zlari 5 oy oldin olgan ekanlar. 5 oy oldin 3 oy ichibdilar-da. Hozir mana yengisiga kelibdilar. 3 kurs ichganlar, 5 oy oldin ichdim. Toshkentga borib olib ketgan ekanlar, keyin zakaz qildiribdilar. Nodira, shunaqa zo'r rezultat oldim, shunaqa zo'r effekt ko'rdim. Bo'g'imlardagi og'riqlarim ketdi. 15 yildan beri bel og'riqi bilan qiynalardim. 15 yil bel og'riqlarim qo'yivordi. Grijalarim bilmayman qanaqa qilib, lekin grijamni faqat operatsiya deyishgan. Og'riqlarim yaxshi, bo'g'imlar, oyoqlar, tizzalarimda og'riqlar. Sochlarim xiralashib qolgan edi, tundlashib qolgan edi sochlarim. Terimda, badanimda, kayfiyatlarimda o'zgarishlar sezdim. Hattoki tirnoqlarim, qo'limdagi tirnoq seri bo'lardi, mutni bo'lardi tirnoqlarim, tez sinuvchan. Shunaqa qattiq bo'lgan va ranglari chiroylilashgan. Men orada boshqa hech narsa ichmadim, hech narsa qilmadim. Bitta shu kollagenligiga 100% ishonaman. O'sha paytda ham menga majburlagansiz. Oling siz shuni, sizga juda ham kerak, ko'rinib turibdi. Yoshingizdan qarib ketgansiz juda ham. Organizmga yordam bering. Men hozir siz zo'r ovqatlaning. Men mana bu yerda protseduralar oling zo'r, lekin siz oling zo'r, lekin siz дополнительно yordam bermasangiz qo'shimcha organizmga, siz bu holatdan zo'r chiqib keta olmaysiz deb majburlagan ekanman. U klientni tasavvur qilinglar. Va rahmat aytishga kelibdilar. Endi muolajaga ham yozilganlar. Rahmat aytyaptilar. O'zingiz gapiring shuni desam, endi xijolat bo'ldilar. Yo'q, uyalaman, juda ham ko'pchilik kuzatadi baribir. Shuning uchun uyalaman Instagramda chiqishga, boshqa qilishga dedilar. No, siz yetkazib qo'ying hammaga shuni deb. 3 ta kurs ichganlar har oy. Mana 2 oy dam olibdilar, endi yana bugun olib ketyaptilar. Chunki ularga shunaqa aytganman, 3 oy iching, dam oling, 3 oy iching, dam oling deb. Endi buni qancha ichish kerak? Endi yana bitta narsasi, buni tushuntirib o'tay. Organizmda bu nima? Bu deylik uyqu vositasi, deysizlar. Uyqu vositasi g'ish tervoslar. O'sha g'ishni orasida g'ish tervoslar. O'sha g'ishni orasida sement qilmasanglar, o'sha g'ishni bir-birsiga biriktiradigan qilmasanglar, qanaqa g'ish bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa prochniy, zo'r, chotki qurmasin, ustalar quliydi. Любой g'ish. Demak, o'sha orasidagi sement bu. O'rtoqlar, o'sha g'ishlarni biriktiradigan sement. Ya'ni oqsil, peptid. Peptidni kompleks oqsil organizm, butun organizmimizga kerak. Har doim. Sizni yuzingizda rezultat bo'lmayaptimi ukollardan? Demak, oqsilingiz kam. Demak, ferritiningiz kam. Поэтому qo'shimchalar har doim ichib yuringlar. Sink обязательно. Qonni tekshirtirib turinglar, qonni ko'paytiringlar, ferritinni ko'paytiringlar. Jayam ko'payib ketish kerak emas ferritin endi. Juda ham past bo'lishi kerak emas. 20-30 norma hozirgi bizani kunda. 10 dan tushdimi, уже krizis. Обязательно bu bilan ishlash kerak. Oqsil ketish kerak emas. 100 dan 150 dan tushib ketish kerak emas oqsil. Demak, o'sha peptidni kompleks. Yana buni plus tomoni, menga bu kollagenni nimasi yoqadi? Bu vitamin C o'zini ichida. Koenzimlari ichida. Gialuronowa kislota, biotin. Ya'ni o'sha soch, qosh, tirnoq, hamma narsaga, tishlarimizgacha ta'sir qiladigan vitaminni kompleks hammasi ichida. Demak, bu bizga qo'shimcha. Biz hozir oldin ota-bobolarimiz ichmagan unaqa narsalar, ota-bobolarimiz sog'lom bo'lishgan deganlar, iltimos, umuman meni storieslarim siz uchun emas, ko'rmaganinglar yaxshi. Chunki men har doim gapiraman. Ota-bobolarimiz davrida yashang unda. Ota-bobolarimiz davridagi hech narsa qolmagan hozir. Na havo, na boshqa. Havoda buzilish nimadan? Bilasizlarmi? Havoda buzilish azonda katta teshik paydo bo'lgan. Azon qatlamida, osmonda, azon qatlamida.
kerak emas oqsil. Demak, o'sha peptidni kompleks. Yana buni plus tomoni menga bu kollagenni nimasi yoqadi? Bu vitamin C si o'zini ichida. Koenzimlari ichida, gialuronoviy kislota, biotin, ya'ni o'sha soch, qosh, tirnoq, hamma narsaga, tishlarimizgacha ta'sir qiladigan vitaminni kompleks hammasi ichida. Demak, bu bizga qo'shimcha. Biz hozir oldin ota-bobolarimiz ichmagan unaqa narsalar, ota-bobolarimiz sog'lom bo'lishgan deganlar, iltimos, umuman mani storieslarim siz uchun emas, ko'rmaganinglar yaxshi. Chunki men har doim gapiraman. Ota-bobolarimiz davrida yashang unda. Ota-bobolarimiz davridagi hech narsa qolmagan hozir. Na havo, na boshqa. Havoda buzilish nimadan? Bilasizlarmi? Havoda buzilish ozonda katta teshik paydo bo'lgan. Ozon qatlamida, osmonda, ozon qatlamida. U teshikdan hamma narsa o'tyapti, filtr yo'q.